Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Müslim 1. kısım 14. bab. Kişiler ta ki Allah'tan başka hak ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi dep guvohlik bergenge, namaz okuganga, zakat bergenge, Resulullah elip kelgen narsalarning hammasiga to'liq iymon keltirganga qadar ular bilan urush qilishga buyurish. Kim shunday qilsa, jini, mol-mulklarini saqlab qoladi. Islom haqqi buningdan mustasno. Uning ichki dunyosi Allohga topshiriladi. Namoz o'qimagan, zakat bermagan, uningdan boshqami islom haqlarini ado qilmagan kishi o'ldiriladi degan hadis to'g'risida va imomning islom shariatlariga ko'ngil bo'lishi to'g'risida. 90-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lganda Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa saylandi. Arablardan kafir bo'lishga tegishli kishilar murtad bo'lib kafir bo'lib ketdi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Abu Bakr, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men toki kishilar Allohdan boshqa haq iloh yo'q, haqiqatan men, ya'ni Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik bergan qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Ular shundoq guvohlik bersa, mendan qonlarini, ya'ni jonlarini, mollarini saqlab qoladi. Lekin islom haqqi, ya'ni jazolar, pul to'lashlar, o'g'irlik qo'lning kesilishini saqlab qololmaydi. Ulardan hisob olish Allohdir. Ya'ni men tashqi muomalani bilsammi, ichki sirni Alloh biladi degan tursa, sen endi kishilar bilan qanday urush qilsan dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, men zakat bilan namozning oraliqini ayirib etgan kishi bilan, ya'ni namoz o'qimagan yoki zakat bermagan kishi bilan urush qilaman, ya'ni uni o'ldiraman. Zakat molning haqqi. Alloh bilan qasamki, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ado qilib kelgan bir dona sog'liq o'g'loq chog'liq zakatni menga ado qilib bermasa, albatta men shuningga asosan ularga qarshi urush qilaman" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, Alloh taolo Abu Bakr radhiyallohu anhuning qalbini haq uchun kurash qilib, urush qilishga keng ochibdi. Men uning deganlarining haq, to'g'ri ekanligini bilib yetdim" dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 91-hadis. Bu hadisni Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan to'plagan bo'lib, yuqorqiga o'xshash. Faqat bu hadisda Allohdan boshqa haq iloh yo'q deb guvohlik bersalar, melini, jinini saqlab qolib, hisobi Allohga bo'lgan. Islom qonuni ichida jinoyat sodir qilsa, yanada jazolanadi. Oyat va sahih hadislar bilan 3 xil ishlar bekitildi. Islom keltirib musulmon bo'lsa yoki jizya qon beji topshirsa, o'ltirmaslik yoki yuqori degandek islom yurtiga ko'chib bo'ysunib turish. Agar bu shartlarga uymasa, ondan urushish, o'ldirish lozim keladi. Podshohlikni bir Allohga xos qilish lozim. 92-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men kishilar bilan toki ular Allohdan boshqa haq iloh yo'q deb guvohlik berganga, menga va men elib kelgan narsalarga, ya'ni Qur'on hadisga shaksiz iymon keltirganga qadar urush qilishga buyurildim." Oxiri yuqorqiga o'xshash Muslim to'plagan sahih. 93-hadis. Abu Hurayra Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men toki kishilar Allohdan boshqa haq iloh yo'q, haqiqatan men, ya'ni Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik bergan qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Ular shundoq guvohlik bersa, mendan qonlarini, ya'ni jonlarini, mollarini saqlab qoladi. Lekin islom haqqi, ya'ni jazolarni, pul to'lashlarni, o'g'irlikda qo'lining kesilishini saqlab qololmaydi. Ulardan hisob olish Allohdir. Ya'ni men tashqi muomalani bilsammi, ichkisini Alloh biladi." Ondan Sura G'oshiyaning 21-22 oyatini o'qidi. Bayhaqi 4 kitob, ya'ni Tirmiziy, Abu Davud, Nasai, Ibn Majahlarni to'plagan. Albani bu hadis sahih mutawatirdir degan. 94-hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men toki kishilar Allohdan boshqa haq iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb guvohlik berganga, namoz o'qiganga, zakat berganga qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Ular shundoq qilsa, mendan qonlarini, mol-mulklarini saqlab qoladi. Undoq qilmasa, saqlab qololmaydi. Islom haqqi buningdan mustasno, ya'ni had jazolar. Ularning hisobi Allohgadir." Bayhaqi, Muslim, Ibn Umardan, Nasai, Abu Bukratdan, Ibn Majah, Hakim, Abu Hurayradan to'plagan sahih. Lekin Muslim islom haqqi buningdan mustasnosin demagan.
95. hadis. Valid radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: Kim Allah'tan başqa haq ilah yo'q deb Allah iman keltirib, Allah'tan başqa ibadat qilingan barliq batır narsalarga kafir bo'lsa, ya'ni tansa, uning jini, qini, meli harom bo'ladi, ya'ni cheklanadi. Hisobi Allohgadir, ya'ni ichki dunyosi Allohga topshirildi. Ahmad, Muslim to'plagan sahih. 96. hadis. Yuqoriga o'xshashdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 15. bab. Can alqımga kelib qalmasıla ölüm hazır bolgan kişiningmi musulmon bo'lishining durustligi, mushriklarga mag'firat so'rashning durustligining amaldan qolganligi, shirik ustida o'lgan kishining davzaq ahlidan bo'lishi, undaq kishini hech bir vasilaning davzaqdan qutulmasligi to'g'risida. 97. hadis. Said ibn Musayyibning dadasi radhiyallohu anhudan Abu Talib vafot bo'lish oldida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning qishig'i kelib, uning yanida Abu Jahilni, ibn Abu Umayyalarni uchratdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey tog'a, Allohdan boshqa haq iloh yo'q" degan bir og'iz kalimani dang. Men shu kalima bilan Allohning dargohiga guvohlik beray desa, Abu Jahil bilan ibn Abu Umayya: "Ey Abu Talib, sen Abdul Muttallibning millatidan yuz o'rimsan" dedi. Rasululloh uningga shu so'zni davomlashtirib, shu so'zni qaytalaverdi. Abu Talib oxirida Abdul Muttallibning millatida bo'lganligini deb, la ilaha illalloh deyishga unimidi. Ondan Rasululloh Alloh bilan qasamki, men cheklanmasamla sen uchun mag'firat so'rayman dedi. Ondan Alloh taolo payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli davzaq ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin, mushriklar ularning tutquni bo'lgan taqdirdami, ularga mag'firat talab qilish durust emas degan oyatni Abu Talib to'g'risida nozil qildi. Ondan Rasululloh: "Shubhasizki sen xohlagan odamni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topishlarni obdan biladi" degan oyatni o'qidi. Sura Qasas 56 oyatni o'qidi. 98. hadismi yuqoriga o'xshashdir. 99. hadismi yuqoriga va tuvanligiga o'xshashdir. 100. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tag'isiga: "Ey tog'a, la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haq iloh yo'q" degan bir og'iz kalimani dang. Men shu kalima bilan Allohning dargohiga guvohlik beray desa, tog'isi Abu Talib: "Agar Qurayshlar Abu Talibni shundoq deyishga jazibazlarni majburlabdi desa, deb men ayblamagan bo'lsa, albatta men shu kalimani deyish bilan seni xotirjam qilatdim" deb la ilaha illalloh deyishga unimidi. Ondan Alloh taolo: "Shubhasizki sen xohlagan odamni hidoyat qilolmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topishlarni obdan biladi" degan oyatni o'qidi. Sura Qasas 56 oyatni. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Haqiqatan qiyomat kuni dozoq ahlining azobi eng yengilraki Abu Talibdir. Uningga o'tdan ikki oyoq kaydiriladi. Shu ikki oyog'ining qizig'ligidan xuddi qozon qaynagandek uning dimig'i mingisi qaynaydi." Buxoriy. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 16. bab. Kim tavhid ustida o'lsa, u kishi qat'iy jannatga kiradi degan to'g'risida. 101. hadis. Osman radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kim Allohdan boshqa haq iloh yo'q ekanligini bilib, la ilaha illalloh deb o'lsa, u jannatga kiradi." Ahmadni rivoyat qilgan. 102. hadis tuvanligiga o'xshashdir. 103. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Tabbuk urushi bo'lgan kuni kishilarga qattiq ocharchilik yetdi. Ularning oziq-tuliklari tugab ketib, ular tugunlarni o'ldirib yeyishga ruxsat so'radi. Rasululloh ruxsat qildi. Ondan Umar radhiyallohu anhu kelib: "Ey Allohning elchisi, tugab bekla oz qoldi. Kishilarni chaqirsizlar, ular oziqlarining oshqonlarini kelsin. Ondan sizlar uningga barakat tilab duo qil, Allohga duo qilsizlar" dedi. Rasululloh "Bo'ladi, shundoq qilay" deb supur dostqon keltirib selib, ondan kishilarning oziqlarining qilib qolganlarini keltirishga chaqiriq qildi. Ba'zi kishi bir changal qo'noq olib kelsa, ba'zi bir changal xom olib keladi. Yana ba'zi sunuq qushliq non olib keldi. Hatto ba'zilar shumib ustiga suv o'tlaydigan xurmo urquni olib keldi.
Şundaq qilib, dostqan ustiga azroq narsa dövləşdi. Ondan Rasulullah onunğa bərəkət tilab dua qilib, hujun to'lonlarga elinglar dedi. Ular boqchi to'lonlarga liq-liq oldi. Askarlar ichida 1000 hujun boqchi qo'ymay hammasini tamoqqa liq to'ladi. Ular to'yg'icha yedi. Yana texi eshibmi qoldi. Ondan Rasulullah guvohlik beramanki, Allohdan boshqa haq iloh yo'q. Men Allohning elchisi. Har qanday qurbonni shaq qilmagan holda Alloh taologa mushu ikki guvohlik kalimasi bilan uchrashsa, u banda jannatdan perdelanib qolmaydi. Ya'ni u jannatga kiradi dedi. 104 hadis. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kim mundaq deb guvohlik bersa, haqiqatan yakkigani bir Allohdan boshqa haq iloh yo'q, uning sheriki yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va elchisi. Aysomu Allohning bandasi va elchisi. Allohning bandasi bo'lgan Maryamning o'g'li. Alloh Maryamga tashlagan Allohning kalimasi. Alloh tarafdan yaratilgan ruhdir. Haqiqatan jannat haq, do'zax haq, o'lgandan keyin tirilish haq desa, Alloh taolo uni jannatning 8 ishkining qaysidan xolisa, qilgan amallariga yarasha, amallariga loyiq jannatga kirgizadi. Ya'ni jannatdagi darajasi amallari bilan bo'ldi. Ahmad Bayhaqi to'plagan. 105-hadismi yuqoriga o'xshashdir. 106-hadis. Ubada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kim haqiqatan Allohdan boshqa haq iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb guvohlik bersa, Alloh u kishiga do'zaxni harom qiladi. Ahmad, Muslim, Tirmiziy to'plagan sahih. Namoz o'qimasa, 4-qatim aroq ichsa o'ltirish, jazoni o'sim qilsa, onasini nikoh olgandek bo'lish, suxanchi jannatga kirilmaslik qatorliq nurg'un buyruq va cheklimlar o'tdi. Maqsad bu degan dinsizlarni islom diniga chaqirish, bir dindan islom diniga, bir aqidadan islom aqidasiga, bir qonundan islom qonuniga yetkazishdir. Sayyid Qutb bu bir quruq so'z bo'lmasdan, ikkilav deb qo'ydigan so'z bo'lmasdan, balki bu bir shuar, bu bir bayroq, bu bir manhaj, programma, yo'l va amaldir degan. Hayotlik programmasi yo'l belgisi, islom shuari, bayrog'i. Bu deganlik shu bayroq ostida haqiqiy mo'min musulmon bo'lib yashab o'lsa, jannatga kiradi degan bo'ladi. Yoki olimlar bu hadis Makkadagi chaqda hech narsa farz qilinishdan burun farz qilinmas deyilgan degan. Ondan keyin namoz o'qigan, zakat bergan, ro'za tutgan, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga jangga chiqqanlardan munofiqlar chiqdi. Ular islom dinining musulmonlarning ziyniga, dinsizlarning manfaatiga harakat qilib, tilida iymon aytib, dilida inkor qilib munofiq bo'ldi. Sur Tavba, sur munofiqun tushdi. Demak, bu bir shuar, bayroqdir. Shu bayroq ostida haqiqiy mo'min bo'lib yashab o'lsa, shu iymonni saqlab ketalasa, hayotning oxirida shu shahodat kalimasini aytib o'lalasa, mana shu kishi jannatga kirdi albatta. Bu shahodat kalimasi islom diniga kirish murosimi, jannatga kirishning yo'lidir. Allah alim. Muaz radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimning eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haq iloh yo'q deyish bo'lsa, u jannatga kiradi. Ahmad, Abu Davud, Hakim to'plagan sahih. Biz bu hadis bilan chin qalbidan ixlos qilib, la ilaha illalloh desa jannatga kiradi degan hadisni sharhlaymiz. U bo'lsa-mu, birinchi, eng oxirgi so'zi o'lish oldidagi shahodat kalimasi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi. Ikkinchi, bu hadis hech bir farz amal farz qilinishdan burun Makkaga chiqdi deyilgan. Uchinchi, bu bir dindan dinga, aqidadan aqidaga, qonun tuzum, prinsipdan yana bir qonunga chin qalbidan tasdiqlab o'tib ketishdir. To'rtinchi, bu shahodat kalimasi Sayyid Qutb degandek ikki lav bilan surib qo'yadigan quruq so'zlar emas, balki bu bir shuar, bu bir bayroq, hayotlik yo'l belgisi, hayotlik programmasi, bu bir amaldir. Bu islom diniga kirish murosimidir. Shundoq demay islom diniga kirgili bo'lmaydi, ham jannatga kirgili bo'lmaydi. Bu shahodat kalimasini aytib amal qilg'icha arliqda o'lib ketsa, shahid bo'lsa jannatga kiradi. Bu xil hodisa ko'p yuz bergan. Vallohu a'lam. 107-hadismi tovantikiga o'xshashdir. 108-hadis. Muaz radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Upayr deyilgan eshakning ustida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasiga mingishilik edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ey Muaz, Allohning bandalari ustiga haqqi nima? Bandalarning uning badaliga Allohdan erishadigan mukofoti nima bilamsan? Men
Allah ve Resulü a'lam dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten Allah'ın bendiler üstüge hakkı, ularının bir Allah'ta hiç nersini şerik keltirmey ibadet kılışıdır. Bendilerinin erişidigan mükafatı bolsa, Allah'ın özüge hiç nersini şerik keltirmeyen kişinin azaplanmasıdır dedi. Men ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men bu bişaret bilen kişilerge bişaret vermeymi, ular bişaret elvalson dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bişaret verme. Undaq bolsaň ular şu bişaretke ýönelenip alady. Amel kılgyly koýgan dedi. Ahmet, Beyhaqi, Buhari, Muslim, Tirmizi, İbn Majalar toplagan. Sahih. 109-njy, 110-njy hadislermi ýokurky okşaşdyr. 111-nji hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu mundaqlaydı. Biz Ebu Bekri, Ömer radıyallahu anhuma qatarlıq bir neçe nefer kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin etrafıda oturulup idik. Andın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acit üçün aramızdan turup gidip bizge keşif kaldı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge birer musibet yetip kılışıdın ensirep, çöçüp ornumuzdan turup getdik. Ensirep korkugan kişinin tüncüsü men boldum. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni izlep çıkıp ensarlardan bolgan Beni Neccar'nın bağ bosalgısı kelip birer işkin taparmammikin dep bağını aylandım. Lekin işik tapamadım. Nagahan bağının teşitki quduqdan bağ üstüge, bağ içige suw kirdigan kiçik bir eriq durdu. Men tülki tügilgendek tügülüp ömülep şu eriqdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qaşyp kirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'mo dedi. Men ya Resulullah desem, bu yerde nemiş kılısan, nemişin var dedi. Men sili aramızda idile, keyin aramızda turup gidip bizge keşip kaldılar. Biz silik birer musibet yetip kalışıdın ensirep köjüp ornumuzdan turup getdik. Ensirep korkkan kişinin tüncüsü men boldum. Andın silini izlep muşu bakıp gelip, tülki tügülgendek tügülüp, ömelep yallarıp girdim. Avu kişiler arkamda kaldı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana iki ayağını verip, ey Ebu Hureyre, sen bu iki ayağımını apırıp, delil ispat kılıp, sana muşu bağının arkasında birer kişi uçurşup, çin kalbini tasdiklap, şeksiz işinip, la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yok, dep guvalık verse, o kişiye cennet bilen huş bişaret vergen dedi. Kişilerden men uçuruşkan kişinin tüncüsü Ömer radıyallahu anhu boldu. O bana ey Ebu Hureyre, bu ikisi nime ayaktur dedi. Ben bu ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayakı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni muşu ayakı bilen evetti. Çin kalbiden tasdiklap, şeksiz işinip, la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yok, dep guvalık bergen kişiye uçurassam, o kişiye cennet bilen huş bişaret bermen desem, o menin köksümge birini uruvdi, men arkamça oňsuga ýykylып düşdüm. O maňa, ey Ebu Hureyre, arkaňa qayt dedi. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaytyp geldim. Resulullah'ni görüp tehim qattyk ýygylap ketip, Resulullah ne çöýüşüp korkutup etdim. Ömer radıyallahu anhu maňa ägişip arkamda kelgen idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Hureyre, sana nim boldy dedi. Men tunji bolup Ömer radıyallahu anhu uçurşup sili meni äwätken işlerini habar kılsam, o menin köksimge birini uruvdi, men arkamça oňsuga ýykylып düşdüm. O maňa ey Ebu Hureyre arkaň qayt dedi desem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer, nimiş gondak kıldın? Şundaq kılışınga nime sebep boldy dedi. Ömer radıyallahu anhu ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ata anam silik pida bolsun. Sile Resulullah Ebu Hureyre'ni iki ayaklary bilen äwätip, eger sen çin kalbinden tasdiklap, şeksiz işinip, la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yok dep balyk bergen kişiye uçurassaň, o kişiye cennet bilen huş bişaret bergen dep äwätdiler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaq dedi. Ömer radıyallahu anhu, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, undaq kılmyslar. Çünkü men kişilerinin şu şehadet kelimesiyle ýölenip elip, ýaxşy amellerini kılmaskydan ensireymen. Ularny amel kılıp koýslar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boptu. Ularny amel kılıp koýuňlar dedi. Muslim. 112-nji hadis. Anas radıyallahu anhu mundaqlaydy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ular usuly ketip etip, arıqsyg mengişilik Muazga mundaq degen. Ey Muaz, Muaz radıyallahu anhu, lebbey ya Resulullah, mani men hizmetlerige tayyar dep çıkatım deyişkenden keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her qandaq bir kişi çin kalbinden tasdiklap, şeksiz işinip, bir Allah'tan başka hak ilah yok, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi dep guvalyk berse, Allah o kişini dozakka haram kılıdı. Muaz radıyallahu anhu, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men bu
bisharat bilan kishilarga bisharat bermaymi? Ular bisharat elib olsin dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq qilsang ular shu bisharatga yo'linib oladi. Amal qilib qo'ygan degan. Muaz radhiyallohu anhu buni yoshirsam gunohkor bo'lib qolaman deb vafotining oldida xabar qilgan edi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 113-hadis. İbn Malik rahimahulloh mundaq deydi. Men Madinaga kelib, Itban radhiyallohu anhu uchrashib, "Menga sendan bir hadis yetdi-go" desam, u ko'zimga birni tegib ketib ko'rmas bo'lib qoldi. Anda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sizlarning mening uyimga kelib namoz o'qib berishlarini yaxshi ko'raman. Men u joyni namozgoh qilib olsam deb kishi avatdim. Ondan Rasululloh Alloh taolo kelishni xohlagan sahobalari bilan birga kelib, uyimga kirib namoz o'qib berdi. Bu chaqda sahobalari o'zaro munofiqlar to'g'risida so'zlashib, ondan keyin ular qilishgan so'zlarining eng so'ngini munofiqlarning qabih ishlarini Malik ibn Duxshumga nisbat berib, Rasulullohning o kishiga qarshi duo qilishini, ondan uning halok bo'lishini, uningga biror yomonlikning yetishini bekim arzu qilib ketdi. Rasululloh namozini o'qib bo'lib, sizlar gapini qilishgan o kishi Allohdan boshqa haq ilohning yo'qligiga, mening Allohning elchisi ekanligimga guvohlik bermamdi dedi. Ular bu so'zni tilida deydi, lekin bu uning qalbida yo'q dedi. Rasululloh kim Allohdan boshqa haq ilohning yo'q, haq ilohning yo'qligiga, mening Allohning elchisi ekanligimga guvohlik bersa, u kishi dazaq kirmaydi yoki uni dazaq o'ti ko'ydirmaydi degan dedi. Anas mundaq deydi. Meni bu hadis bakli xursand qilib etdi. Men o'g'limga sen bu hadisni yozib olgin dedim. U yozib oldi. 114-hadismi yuqoriga o'xshashdir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism 17-bab. 115-hadis. Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Alloh taologa Rabb jihatdan rozi bo'lgan, islom diniga din jihatdan rozi bo'lgan, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambar jihatdan rozi bo'lgan kishi iymonning ta'mini haqiqiy topgan bo'ladi. Ahmad, Muslim, Tirmiziy to'plagan. Sahih. Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Kim muazzinning ovozini anglaganda, men guvohlik beramanki, yakkigani bir Allohdan boshqa haq iloh yo'q, uning sheriki yo'q. Guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va elchisi deb Allohga Rabb tarafdan rozi bo'ldim. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambar jihatdan, islomga din jihatdan rozi bo'ldim desa, Alloh u kishi uchun burungi barliq gunohlarini mag'firat qilib o'tadi. Ahmad, Muslim keyingi 4 kitob to'plagan. Sahih. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism 18-bab. İman şahçılarının sani ve onun en avzili ve en tüven derecedeki ayağının fazileti toğrusida. 116-hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. İman 70 şahçıdır. Haya qilish imanning bir şahçısıdır. Buxoriy, Muslim to'plagan. Sahih. 117-hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. İman degan 70 yoki 60 şahçıdır. Uning eng afzali la ilaha illalloh degan shuar so'zidir. Eng tövini bo'lsa musulmonlar yo'lidan aziyatni, azar beradigan narsani yo'qotishdir. Hayomi imonning bir shaxsidir. Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. Sahih. Abu Hureyre radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. İman 60 shaxsidir. Hayo qilish imonning bir shaxsidir. Buxoriy to'plagan. Sahih. Men bu joyda hammamizning kamil mo'minlardan bo'lib qolishimiz uchun olimlarning bu hadisga yozgan sharhi izohatlardan ashu 70 shaxslarni yozishni loyiq ko'rdim. E'lingan o'rin Buxoriy sharhisi Fathul Bari, Mishkat sharhisi Mirqat, imonning 70 shaxslari. Birinchi, Allohning barliq birligiga, ism sifatlariga o'xshash yo'q zot ekanligiga ishonish. Ikkinchi, farishtalarga, uchinchi, kitoblarga, to'rtinchi, elchi payg'ambarlarga, beshinchi, taqdirga ishonish. Oltinchi, oxirat kuniga, qiyomat kuniga ishonish. Yettinchi, qiyomat kuni tirilishga, hisob, mezon, sirat ko'riki, jannat, do'zaxga ishonish. 8. Oxiratning manguligiga ishonish. 9. Allohni yaxshi ko'rish. 10.
Allah razılıq üçün yaxşı görüş, Allah yolunda düşmən tutuş. 11. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni yaxşı görüş. 12. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni ulug'lash, sünnetiga ergishish. 13. İxlas qilish, riyoxo'r, munofiq bo'lmaslik. 14. Tövbe qilish. 15. Allah'tan qo'rqish. 16. Allah'ның rahmetini ümid qilish. 17. Şükür qilish. 18. Vafo qilish. 19. Sabr qilish. 20. Razı bo'lish. 21. Tevekkül qilish. 22. Rahim shafqat qilish. 23. Özünü töven tutuş, çoğlarını hürmetleş, kiçiklerini izzetleş, şeyhlerge hürmet qilish. 24. Kibr qilmaslik, taajjublanmaslik. 25. Yiqdi qilmaslik, asab qilmaslik. 26. G'azab qilmaslik, ajjiqlanmaslik. 27. Tevhid kelimesini, shahodatni tilida ixro qilish. 28. Qur'on tilovati. 29. Ilm elish. 30. O'rgangan ilmini o'rgatish. 31. Dua qilish. 32. Zikr, tasbih, istig'for. 33. Lag'va, quruq so'z harakatdan yiroq bo'lish. 34. Moddiy, ma'naviy jihatdan poklanish. 35. Avratni yepish. 36. Farz va nafl namoz. 37. Zakat. 38. Qul ozod qilish. 39. Saxiylik qilish, taom berish. 40. Mehmonni hurmatlab kutish. 41. Farz va nafl tutish. 42. Haj qilish, umra haj qilish. 43. Tavob qilish. 44. Ramazonda itkob qilish. 45. Qadr kechishni izlab tunash. 46. Dinsizlar ziminidan imoni dini bilan ko'chish, fitnadan qochish. 47. Va'diga, nazrga vafo qilish, qasamga vafo qilish, kaforat berish. 48. Nikoh bilan iffatlik bo'lish. 49. Ahli bolalarning haqqini ado qilish. 50. Ota-onaga yaxshilik qilish, baqirmaslik. 51. Avlodlarni islomiy tarbiyalash. 52. Sila rahim qilish, tuqqanlarga yaxshilik qilish. 53. İslomiy boshliq xo'jayinga itoat qilish, xodim qullarga mehribon bo'lish. 54. Xalifa amirligini barpo qilish, adil bo'lish. 55. Xalifa jamoatiga, masjid jamoatiga ergishish, ayrilmaslik. 56. Xalifalarga, amir boshliqlarga itoat qilish. 57. Kishilar orasini yarashtirib kelishtirish. 58. Yaxshilikqa yordam berish. 59. Yaxshilikqa buyurib, yomondan to'sish. 60. Had jazolarni turg'izish. 61. Allah yo'lida jihad qilish, tayyorlik qilish. 62. Amonatni ado qilish, xiyonat qilmaslik. 63. Qarzni vafo qilib qaytarish. 64. Qo'shnilarni hurmatlash. 65. Muomalani yaxshi, go'zal qilish, axloqda go'zal bo'lish. 66. Pul molni haloldan kasb qilib tepish. 67. Mallarni isrof qilmay joyida xarjlash. 68. Salom qaytarish. 69. Tushkunlikka javob qaytarish, tashakkur bildirish. 70. Keng qursoq bo'lib, apuchan bo'lish. 71. Allah yo'liga, islom jihad yo'liga da'vat qilish. 72. Lag'va, aziyatdan, azal berishdan yiroq bo'lish, haromdan yiroq bo'lish. 73. Musulmonlarning yo'lidan aziyatni tozalab yo'qitib o'tish. Yuqorisi la ilaha illalloh, tövni yo'ldan aziyatni yo'qitish. O'ttiri darajasi hayo qilish bo'lgan 70 necha iymon shaxsi ana shulardir. Vallohu a'lam. Yuqorqi shaxsi masalalarning har biriga oyat, sahih hadislar dalildir. Dalillar yuqorida o'tdi. Yana keladi. Ey insonlar, ey qarindoshlar, mana shu shaxslarni mukammal qilib, komil iymon bilan Allohga tushib, jannatga kirib, Allohning jamolini, didorini ko'rishni qo'lga keltiraylik. Allah oson qilsin. Amin. 118. hadis. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. 119. hadis. Salimning dadasi radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishining qarindoshig'a hayo qilish to'g'risida va'd-nasihat qilayotganligini anglab, uni qo'yib, hayo qilish degan iymonning jumlasidandir degan. 120. hadis.
İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Hayo qilish faqat yaxshiliklarni elib keladi. Hayo faqat yaxshilikdan keladi. Ya'ni hayo qilish yaxshilikni hosil qiladi. Hayo faqat yaxshilikdan hosil bo'ladi. Ondan bu she'r hikmatli kitoblardami hayo qilishdan ulug'liq, cho'ng sifatlik, dili xotirjamlik, tinchlik keladi deb yozilgandir dedi. İmran, men sana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis sözlavatsam, sen bana hikmetlik dep turgandan sözlavatamsan tehe dep qattiq g'azab qilib ketdi. Bayhaqiymi to'plagan. Sahih. İmran ibn Hüseyin radhiyallohu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: Hayo degan barcha yaxshilikdir yoki yaxshilikning hammasi hayodir. Muslim Abu Davud to'plagan sahih. 121 hadismi yuqoriga o'xshashdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 19. bab. 122. hadis. Sufyan ibn Abdullah Suhafi radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga islom dinida hamma kifoya bo'lg'idek bir so'zni aytib bersizlar. Men buni keyin u so'z to'g'riliq sizlardan boshqa hech bir kishidan so'ramay desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga Allohga shaksiz ishondim, iymon keltirdim degan. Ondan mustahkam cho'ngtur, iymonda cho'ng turg'in, istiqomat qil dedi. Ahmad, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan. Sahih. 20. bab. İslam dini ishlarining qaysi eng afzal degan to'g'risida. 123. hadis. İbn Amr radhiyallohu anhudan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan islomning, musulmonchilikning qaysining eng yaxshi deb so'raganda Rasululloh kishilarga tamoq berishing, sen tunigan va tunigan kishilarga salom qilishingdir dedi. Buxoriy, Muslim. 124, 25, 26, 127 hadislar. İbn Amr, Cabir, Abu Musa radhiyallohu anhumdan bir kishi musulmonlarning qaysi eng yaxshiroq deb so'raganda Abu Musa'ninkidek: "Ey Allohning elchisi, musulmonlarning qaysi eng afzal deb so'rasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Musulmon degan musulmonlar uning tilidan, qo'lidan, ya'ni tili bilan qo'lining aziyatidan salomat qolgan kishidir. Muhojir hijrat qiluvchi degan Allohning cheklagan, to'sqan nafsidan yongan, harakat etgan kishidir. Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai to'plagan sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Musulmon kishi degan musulmonlar uning tilining, qo'lining aziyatlaridan salomat qilgan kishidir. Musulmonlar ziynidan salomat qilmagan kishi musulmon emas. Mümin degan müminlar qonlariga, mollariga, jonlariga uning yomonligidan amin, xotirjam bo'lgan, ishongan kishidir. Ya'ni ularni xotirjam qilgan kishidir. Ahmad, Nasai, Tirmizi, Hakim, Ibn Hibban to'plagan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 21. bab. İmanning alovatini topqili bo'ladigan xislatlar to'g'risida. 128. hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimda 3 xislat ish bo'ladi ekan, u imonning alovatini, lazzatini tatiydi. Birinchi, Alloh va Allohning elchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga Alloh va Rasulidan boshqa barliq narsadan suyimlik, do'stroq bo'lishi. Ikkinchi, u musulmon do'stini faqat Alloh roziligi uchun yaxshi ko'rib do'st tutishi. Uchinchi, Alloh taolo uni kufrlikdan qutqazgandan keyin xuddi o'tga tushib ketishni yoqtirmagandek, u kufrlikqa qaytishni ma'ni qat'iy yoqtirmasligidir. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 129, 130 hadismi yuqoriga o'xshashdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism 22-ci bab Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemni ahli ballarıdan, ata-anasıdan, hatta barlıq kişilerdenmi bekrak yaxşı görüşünün vacipliqi. Rasulullahni mushundaq yaxşı görmegen kişide imanның yo'qligi. 131-ci hadis. Anas radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq degan: Her qandaq bir kishi men uningga ahli ballarıdan, ata-anasıdan, mal dunyolardan, hatto barliq kishilardan suyimlik do'stroq bo'lmoqcha hargiz mo'min bo'lolmaydi. 132-ci hadis. Anas radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq degan: Biringlar men uningga ballaridan, ata-anasıdan, barliq kishilardan suyimlik do'stroq bo'lmoqcha hargiz mo'min bo'lolmaydi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. 23-ci bab. Özü üçün yaxşı görgən yaxşılıqni musulmon qarındaş üçünmü yaxşı görüş imanның xislati. 133-ci hadis. Anas radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq degan: Biringlar özü üçün yaxşı görgən narsani qarindashi üçünmü yoki qo'shnisi üçünmü yaxşı görməkcə kamil mo'min bo'lolmaydi. Ahmad, Bayhaqi, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. 134-ci hadis. Anas radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, banda o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani qo'shnisig'imi yoki qarindishi uchunmi yaxshi ko'rmaguncha kamil mo'min bo'lolmaydi. Hozir bundaq kishilar bo'lmasa, kamil mo'min yo'q degan bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism 24-ci bab qo'shnisiga azob berishning haromligi to'g'risida. 135-ci hadis. Abu Hurayra Anas radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq degan: Qo'shnisini halokatli yomonliklardan amin qilmaydigan, qo'shnilari amin xotirjam bo'la olmaydigan kishi jannatga kirmaydi. Abu Shurayh Abu Hurayra radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq degan: Allah bilan qasamki, qo'shnilari uning yomonlik halokatlaridan amin xotirjam bo'lmagan kishi, qo'shnilarini o'z halokatidan xotirjam qilmagan kishi mo'min emas. Hargiz mo'min emas, u hargiz mo'min bo'lolmaydi. Ahmad, Buxoriy, Muslim to'plagan sahih. 25-ci bab. Qo'shnilarini, mehmonlarni hurmatlashga, yaxshilikdan boshqa so'zni qilmasdan sukut turishga targ'ib qilish. Ana shu ishlarning imonning jumlasidan ekanligi. 136-ci hadis. Abu Shurayh Abu Hurayra radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq degan: Kim Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan mo'min bo'lsa, yaxshi so'z qilsin yoki sukutda jim tursin.
Kim Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilib azor bermasin. Kim Allohga oxirat kuniga mu'min bo'lay desa, mehmonini yaxshi kutib hurmatlasin. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, sizlar rahim qilsin. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. 137-ci, 138-ci hadismi yuqorqiga o'xshashdir. 139-ci hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Kim Allohga oxirat kuniga mu'min bo'lay desa, mehmonini hurmatlasin. Kim Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan mu'min bo'lsa, yaxshi so'z qilsin yoki sukutda jim tursin. Kam so'z kishi nijot topadi. Ahmad, Bayhaqi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. 26-cı bab. Munkar yomon ishdan to'sish iymonning jumlasidan. Iymon yaxshilik bilan ziyoda bo'lib, yomonlik bilan kamlaydi. Yaxshilikqa buyruq, yomonlikdan to'sish vojibdir degan to'g'risida. 140-cı hadis. Bakrining dadasi mundaq deydi: "Hech kuni namozdan burun xutba o'qish bilan boshlagan kishining tunjisi Marvan edi. Bir kishi o'rnidan turib, "Hech namozi xutbadan burun o'qilish kerak" dedi. Marvan u ish bu joyda tark etildi dedi. Ondan Abu Said radhiyallohu anhu amma ma'vu e'tiroz bildirgan kishi o'zining ustki majburiyatini ado qildi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganini anglagan edim. Sizlardan bir kishi munkar yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirib tuzatsin. Agar qodir bo'lolmasa, tili bilan tuzatsin. Uningga qodir bo'lolmasa, dili bilan norozi bo'lib, maydon ayirsin. Ana shu eng ojiz iymondir. Uning orqasida qichining dinichilik iymon yo'q. Ahmad, Muslim 4 kitob to'plagan sahih. Qo'li bilan tuzatadiganlar hokimiyat islom soqchilaridir. Tili bilan tuzatadiganlar olim ulamolardir. Dili bilan norozi bo'lib, maydon ayiradiganlar avom xalqdir. Yoki bular birli shaxs tepilishi mumkin. 141-ci hadis yuqorqiga o'xshashdir. 142-ci hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mendan burun ummati ichiga Alloh avatgan payg'ambarlar bo'ladi ekan, uning ummatidan avariyun yaqin yordamchilari, ashabillar bo'lib, ular u payg'ambarning sunnatini tutadi, buyruqiga iqtido qilib ergashadi. Ondan ulardan keyin bir turkum izbasarlar xalifa bo'lib, o'zlari qilmaydigan ishlarni so'zlaydi, buyurilmagan ishlarni qilib ketadi, ya'ni dindan chiqib ketadi. Kim ular bilan qo'li bilan jihad qilsa, u mu'min. Kim ularga qarshi tili bilan jihad qilsa, u mu'min. Kim ularga qarshi dili bilan jihad qilsa, u mu'min. Uning orqasida bir tal qichining dinichalik iymon yo'qdir." Ahmad, Muslim to'plagan sahih. Bu sahih hadisdan islom diniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar, tabiinlar e'tiqod qilgandek e'tiqod qilish, shular amal qilgandek amal qilish, dinni shulardek tushunish, dalilni shulardek ilish, bid'atdan qattiq qadar qilish, dinni o'zgartgan, murtadga qarshi jihad, urush qilish, hatto qalbni bo'lsa qarshi turish chiqadi. 143-ci hadismi yuqorqiga o'xshashdir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-ci qism 27-ci bab iymon ahlining iymonda afzallari, Yaman ahlining iymonning kuchli to'g'risida. 144-ci hadis. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Iymon Yamanda bo'ladi. Agah bo'linglarki, haqiqatan qalbning qetib ketishi, qo'polliqi, kala tugunlarning quyruqida ovoz qilish, vaqiraydiganlarda bo'ladi. Shaytonning ikki mungizi oshkora bo'lib chiqadigan joyda Muzar, Rabi qabilalarida bo'ladi." Ahmad, Bayhaqi to'plagan sahih. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Barliq fitna fasodlar mush tarafdan, ya'ni kun chiqish tarafdan keladi. Qo'pollik, axloqsizlik, diloqattiqlik, nodonlik, tuga kalaning quyruqida ovoz qiladigan, tuga yo'ngi ahlida, Muzar bilan Rabi'a qabilasida bo'ladi. Tuga kalaning quyruqida ovoz qilish dehqonchilikdan, yer terishidan kinoya." Buxoriy, Muslim. Olimlar bu hadisni mundaq tushundirdi: tugining orqasida vaqiraydiganlar dehqonlar, qodichilar, ziraatkorchilikda chorva mollarini haydashda vaqiraydi. Yezlarda dehqonchilik qiladi, yayloq jangillarda poda boqadi. Bular Qur'on hadisdan ilmsiz qilib,
qalbi qetib qasmoq bo'lib ketadi. Shaytonning ikki mingizi degan so'ziga kelsak, to'g'risini Alloh va elchisi biladi. Hadis zohiri bo'yicha qoladi. Shundaqdimi Alloma Usaymin mundoq degan: bu shaytonga xuddi bir podshoh sharqni, g'arbni elib egilib, Zulqarnayn ikki mingizlik podshoh deyilgandek, sharq, g'arb hamma joyda vasvas qilib egilgachga shundoq deyilgan. 145-146 hadismi yuqoriga o'xshashdir. 147 hadismi yuqoriga va tuvanligiga o'xshashdir. 148 hadis. Bir 148 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kufiyning beshi mashriq, kun chiqish tarafdadir. Faxr qilish, kibr, takabburlik ot tugi ahlida. Tugi yo'ngining ahli bo'lgan kala tugilarning orqasida vaqirab dehqonchilik qildiganlarda bo'ldi. Ular dehqonchilik, chorchilik bilan mashg'ul bo'lib, dindan xabarsiz qalbi qechib ketadi. Xotirjamlik, cho'ng sifatlik qo'y ahlida bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Malik bilan Bayhaqiylar to'plagan sahih. 149 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: iymon Yamanda bo'ladi. Kufrlik bo'lsa mashriq, kunchiqish tarafda bo'ladi. Xotirjamlik, tinchlik qo'y ahlida, faxrlanish, riyo qilish, kibr bo'lsa ot tugi ahli bo'lgan ovoz qilib baqiruvchilarda bo'ladi. Ya'ni mol dunyo bilan faxrlanguchi, chorva beqish, dehqonchilik bilan dili qasib ketganlarda bo'ladi. Masih Dajjal Uhud tog'ining orqasiga kelganda farishtalar uning yuzini Sham tarafga cho'rib qo'ydi. U shu joyga borib, shu joyda halok bo'ldi. Isa alayhissalom uni o'ldirdi. Muslim, Tirmiziy to'plagan sahih. 150-151 hadis. Abu Said Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: faxr qilish, takabburlik, cho'ngchilik tugi ahli bo'lgan ovoz qilib baqiruvchilarda bo'ladi. Xotirjamlik, tamkinlik, kamtarlik, cho'ng sifatlik qo'y ahlida bo'ladi. Iymon Yamanda, hikmat Yamanda bo'ladi. Ahmaddan rivoyat qilgan. 152 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Yaman ahli yuraklari yumshoq, ojiz, qalbi muloyim oldi keladi. Iymon Yamanda, hikmat Yamanda. Xotirjamlik katta ulug'liq qo'y ahlida bo'ladi. Faxrlanish, mutakabbirlik kun chiqish tarafdagi tugi yo'ngning ahli bo'lgan kala tugilarning orqasida vaqirab, taqqanchilik qildiganlarda bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi. 153 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: sizlarga Yaman ahli yuraklari yumshoq, qalbi muloyim oldi keladi. Iymon Yamanda, hikmat Yamanda. Kufiyning beshi mashriq, kun chiqish tarafdadir. Faxrlanish, mutakabbirlik tugi ahlida. Xotirjamlik katta ulug'liq qo'y ahlida bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi to'pladi sahih. 154-155 hadismi yuqoriga o'xshashdir. 156 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: qalbining qo'pol qattiqligi mashriq, ya'ni kun chiqish tarafning ahlida bo'ldi. Iymon, xotirjamlik, cho'ng sifatlik ijoz ahlida bo'ladi. Ya'ni yana bir xotirda Yaman ahlida bo'ladi deyilgan. Ahmad, Muslim to'plagan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-qism 28-bab 157 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh bilan qasamki, haqiqiy mu'min bo'lmoqcha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro bir-biringlarni yaxshi ko'rib do'stlashmoqcha mu'min bo'la olmaysizlar. Agar qilsanglar, o'zaro yaxshi ko'rishib, do'st bo'lib qoladigan bir ishni sizlarga aytib bermaymi? U bo'lsa-mu, oranglarda salomni umumiylik keng tarqatib, oshkora qilinglar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy, Abu Dawud, Ibn Majah
toplagan. Bu bütün dünya Müslümanlarının xalqaralıq salamlaşışıdır. Dostlaşıp emkarlaşışıdır. Bu hadisqa İmam Müslim mundaq bop qo'ygan. Cennetga faqat müminlerle kiradi. Müminlerini yaxshi ko'rish imanning jumlasidan, salom qilish imonni asl qilishning sababidir. 158 hadismi yuqorqiga o'xshashdir. Haqiqat din degan nasihat qilishdir degan to'g'risida. Haqiqatan din degan nasihat qilishdir degan to'g'risida. 159 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 qatim bundoq degan. Haqiqatan din degan nasihat qilishdir. Biz kim uchun desak, Rasululloh Allah uchun, Allohning kitobi uchun, Allohning payg'ambari uchun, musulmonlarning imomlari, boshliqlari uchun va umumiylik musulmonlarning manfaati uchun nasihat qilishdir dedi. Bu hadisni Ahmad, Muslim, Abu Davud, Nasa'i, Tamim-ud-Dariydan, Tirmizi, Nasa'i, Abu Hurayradan, Ahmad yani İbn Abbas radhiyallohu anhudan to'plagan. Sahih. Bu hadisning sharhisida Usaymin rahimahulloh mundaq degan: Allah uchun nasihat qilish, Allah uchun ibodat qilish, ixlos qilish to'g'risida bo'ladi. Shundaqla Allohning borliq, birligi, Rabligi, ism sifati, aqida, tavhid masalalari to'g'risida bo'ladi. Kitob uchun bo'ladigan nasihat bo'lsa, Qur'onni qo'g'dash, xato ta'vildan burumlashdan qo'g'dash, uni o'gitib, islom nurini saqlab qo'g'dashdir. Uning xabarlariga shaksiz ishonish to'g'risida, buyruqlarga shartsiz amal qilish, cheklagan nahiylardan yenish to'g'risida, Qur'onni qonun qilish, uning ahkomi bilan hukm chiqarish to'g'risida, Qur'on Allohning kalomi, so'zi deb e'tiqod qilish to'g'risida nasihat qilinadi. Payg'ambar uchun bo'ladigan nasihat faqat Allohning elchisiga ergashish, uningga ishonib iymon keltirish so'zlarini tasdiqlash, sunnatiga ergashish, xabarlariga ishonish, rostchil, samimiy deyish, buyrug'ini qilib to'sqindan yenish, uning izbosaridan bo'lib, shariatini qo'g'dash, uning sunnatini, hadisini Qur'onga tafsiri, bayon, izoh deb bilish, uning din uchun yordam berishdir. Ulamo imomlar uchun bo'lgan nasihat, ularning yaxshi ko'rish, ulga qilish, ularga haq uchun yordam berish, ularni qo'g'dash, asrash, ilmini taqishga yordamlashish, ijmo qiyoslarga hurmat qilish, axloqda yaxshi bo'lish, suol munozirani yaxshi axloq bilan qilish, da'vatni qo'llash, chaqiriqqa ovoz qo'shish qatorliqlar to'g'risida nasihat qilinadi. Amir, xalifa, boshliqlar uchun qilingan nasihat bo'lsa, ularning imom, boshliq, xalifa bo'lishiga rozi bo'lib, imom deb e'tiqod qilish, yaxshiliklarga yordam berish, keng tarqatish buyrug'ini to'sqinni islom shariatiga Qur'on, hadis, ijmo bilan bo'lsa, buyrug'ini qilish, to'sqindan yenib, ayib nuqsonlarni yepish, afu qilish, ularga qarshi qurol ko'tarib chiqmaslik to'g'risida nasihat qilinadi. Musulmonlar manfaati uchun bo'lgan nasihat, muhabbat, do'stlik, ittifoqlik, salom, sadiqa, nafiqa, yordam qilish, kuyinish va boshqalar to'g'risida nasihat qilinadi. Oxirida u bu hadisdan bunday hukm chiqaradi. Birinchi, nasihatning muhimligi. Ikkinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yaxshi ilm berishi. Uchinchi, sahobalarning ilmga rasman bo'lishi. To'rtinchi, oldi bilan Alloh, ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ondan kitob, iymon degandek tartib bilan muhimlarni bo'rim so'zlash turdi. Beshinchi, nasihatning vojibligi. Oltinchi, islom jamiyati uchun cho'qim bir xalifa, imomning bo'lish zarurligi ko'rsatildi. Yettinchi, shundoqla masjid imom bo'lish lozim. Mana bu hadis sharisi, bu va muhim nuqtalari hadisdan hukm foyda chiqarishda har bir hadisni ana shunday tadqiq qilib o'qinglar. 160-161 hadismi yuqorqiga o'xshashdir. 162 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga namoz o'qishga, zakat berishga, har bir musulmonga nasihat qilishga bayat qildim. Buxoriy, Muslim. 163 hadismi yuqorqiga o'xshashdir. 164 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga anglab itoat qilishga, har bir musulmonga nasihat qilishga bayat qildim. Rasululloh ma qodir bo'la olgan ishlaringda deb uyutib qo'ydi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-qism 30-bab iymonning gunoh ma'siyatni qilish bilan kamayishi, gunoh ma'siyatni qilgan kishida iymon yo'q deyishning kamil iymon yo'q degan bo'lganligi to'g'risida. 165 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Zina qilguvchi zina qilgan chog'da mu'min holatda zina qilmaydi. Aroq ichuvchi mu'min holatda aroqni ichmaydi.
o'g'irlik qilg'uchi mo'min oldida o'g'irlik qilmaydi. Bulanchımı kişiler qaravatsa ochiq oshkora mo'min holatda turib bulanchilik qilmaydi. Ya'ni bular bu ishlarni mo'minlikdan chiqib ketib qoladi. Mo'min kishi hargiz u ishlarni qilmaydi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad bilan Muslim. Biringlar mo'min holatda turib xiyonat qilmaydi. Azar qilinglar, qattiq azar qilinglar deganni ziyoda to'plagan. 166, 67, 68, 69 hadislarmi yuqoriga o'xshashdir. 170 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Zina qilg'uchi kishi zina qilgan chog'da mo'min holatda turib zina qilmaydi. O'g'irlik qilg'uchimi mo'min holatda turib o'g'irlik qilmaydi. Aroq ichkichimi mo'min holatda turib aroq ichmaydi. Ondan keyinmi ularga tavba taqinib turadi. Ya'ni yuqorqi ishlarni qilgan kishi kamil mo'min bo'lolmaydi. Mo'min undaq ishni qilmaydi. Shundaqla ular tavba qilsa, tavbasi qabul bo'ladi. Muslim va keyingi 3 kitob to'plagan. Sahih. 171 hadismi yuqorqi o'xshashdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-qism 31-bob. Munofiqning xislatlari to'g'risida. 172 hadis. İbn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: 4 xislat ishlatilgan kishi xolis munofiq bo'ladi. Agar bu xislatlardan biri topilsa, tark etmaguncha uningda munofiqdan bir xislat bo'lgan bo'ladi. Ular bo'lsa, birinchi, so'zlasa yolg'on so'zlaydi. Ikkinchi, va'da qilsa xiloflik qiladi. Uchinchi, ahdi to'xtam tutsa buzutadi. To'rtinchi, davolashsa fajir bo'ladi. Ya'ni harom ishni qilib asi bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Davud to'plagan. Sahih. Lekin muhim bir askarsin so'zlab qo'yay. U bo'lsa munofiq deyish uchun cho'qim Qur'on, sahih hadisdan ilingan hukm bo'lishi kerak. U kishimi shu shariat tutsa, hatto 10 dan 15 sifatlar Qur'onda ilinadi. Bo'libmi sura Munofiqda va sura Baqaraning boshlaridagi 10 oyat. Ana shu sifatlarga va sura Tavbaga mushundoq narsa tushsa, ondan munofiq deb hukm qilinadi. Bo'libmi aqidada qalbida chatoq shak bo'lsa, hech bir to'sqinlik bo'lmasa. 173 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Munofiqning alomati 3dir. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Nasa'i, Tirmizi, Bayhaqiyni to'plagan. 175, 176 hadis. Abu Hurayra Ilahi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Gerçi u namoz o'qisimi, ro'za tutsimi, men musulmon deb da'vo qilsimi, munofiqning alomati 3dir. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qiladi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Muzaffar radhiyallohu anhu mundoq deydi: Haqiqatan munofiqlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida mavjud edi, ammo bugungi kunda haqiqatan iymondan keyin Buxoriy. 32-bob. Musulmon qarinishiga ey kafir degan kishining iymonining ahvoli to'g'risida. 177 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kim qarindishini kafir deb chaqirsa yoki uni ey Allohning dushmani desa, u kufrlik bilan ularning birisi qaytadi. U kishi undoq bo'lmasa, ya'ni kafir yoki Allohning dushmani bo'lmasa, bu so'zlar degichiga qaytadi. Bir kishi yana bir kishini fosiq deb yoki kafir deb birdan chaqirsa, u kishi undoq bo'lmasa, bu so'zmi degichiga qaytadi. O'zi kafir fosiq bo'ladi yoki bu jinoyat uni oxirida shundoq qilib o'tadi. Buxoriy, Muslim. 178 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qaysi bir inson qarinishiga ey kafir desa, shak shubhasiz bu kufrlik bilan u ikkisining birisi qaytadi. Agar u qarinishi rostli kafir bo'lsa, u qaytadi. Agar u kafir bo'lmasa, u chaqda bu so'zni degichi kafir bo'lib qaytadi. Buxoriy, Muslim, Tirmizi to'plagan sahih. İmam Navaviyning Sahih Muslimning sharhisida bu to'g'riliq mundoq degan: Birinchi, kafirning qiliqi axloqi bilan qaytadi. Ikkinchi, mo'minni kafir deb e'tiqod qilsa kafir bo'ladi. Uchinchi, shu so'zni deyishni halol bilsa kafir bo'lib qaytadi. To'rtinchi, bu so'z oxirida uni kafirlikka yaqin olib kafir qilib o'tadi. Beshinchi, to'g'risi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning
Bu hadis öz ayni zahirida qoladi. 6. Bu qarindoshlik nimatiga kufrlik bo'ladi. 33. bab. Bilib turib dadasidan yüz o'rgan kishining iymonining ahvoli to'g'risida. 179. hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: Bilib turib dadasidan boshqa kishini dadam deb da'vo qilgan kishi kafir bo'ladi. O'ziga tava bo'lmagan narsani da'vo qilgan kishi bizning jumlamizdan emas. U o'z o'rnini do'zaxdan olib olsin. Kim bir kishini kafir deb chaqirsa yoki uni ey Allohning dushmani desa, u kishi undaq bo'lmasa, ya'ni kafir yoki Allohning dushmani bo'lmasa, bu so'zlar degishiga qaytadi. Bir kishi yana bir kishini fosiq deb yoki kafir deb bo'xton chaqirsa, u kishi undaq bo'lmasa, bu so'zmi degishiga qaytadi. O'zi kafir fosiq bo'ladi. Yoki bu jinoyat uni oxirida shundoq qiladi. Buxoriy, Muslim, Ahmad va Yaqi to'plagan. Sahih. Bu sahihning 5431-hadisidir. 180-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: Dadanglardan yüz o'rmanglar. Kim dadasidan, ajdodidan yüz o'rsa, u kafir bo'ladi. Ya'ni kufr ne'mat bo'ladi. Bayhaqi. 181, 182 hadislar. Said Abu Bakr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: Kim dadasidan boshqa bir kishini dadam deb da'vo qilsa, meros milini deb bilib turib shundoq qilsa, jannat u kishiga haromdir. Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Ibn Majah to'plagan. 34. bab. Qavlun Nabiy sallallohu alayhi vasallam sababul muslim fusuqun va qitaluhu kufrun. 183, 184 hadis. İbn Mas'ud, Abu Hurayra, Said, Abdullah ibn Mughaffal, Amr ibn Nu'man, Jabir radhiyallohu anhumdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musulmon kishini sillab, ayiblash fosiqlik, uni o'ldirish bo'lsa kafirlik bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Tabrani Darqutni to'plagan. Sahih. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musulmonni tillash, ayiblash fosiqlikdir. Musulmonni o'ldirish kafirlikdir. Musulmonning mol-mulki xuddi qini harom bo'lgandek haromdir. Tabrani to'plagan. Hasan. Musulmonni o'ldirishni halol bilsa, kafir bo'ladi. Yoki kafirning qiliqi axloqi bo'ladi. Yoki bu ish oxirida kafirlik apirdi, yoki bu qarindoshlik nimatiga kufrlik bo'ladi. Yoki bu cho'ng kufrdan tuban kufrlik bo'ladi. Xuddi kichik shirk bo'lgandek. To'g'risini Alloh o'zi biladi. Muslim sharhidan. 35. bab. Bayan ma'na qavlin Nabiy sallallohu alayhi vasallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jarir ibn Umar, Abu Bakr ibn Abbas radhiyallohu anhulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vidoda kishilarni so'z qildirmay tinchlantirgandan keyin bundoq degan: Mendan keyin ba'zinglarning bo'ynin qilich urish bilan o'zaro jang qilishib, kafirlik qaytib ketmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi 4 kitob to'plagan. 187, 188 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vidoda mundaq degan: Sizlarga voydir. Sizlar hargiz mendan keyin ba'zinglarning bo'yniga qilich urish bilan o'zaro urush qilish bilan kufrlik qaytib ketmanglar, kafir bo'lmanglar. Bayhaqi. 36. bab. İtlaqu ismil kufri ala ta'ni fin nasab ve niyaha. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kishilardagi ikki ish kufrlikdir. Biri nasablarda ta'ni qilish, ya'ni birisi bo'lsa meyitga ovoz qilib yig'lashdir. Muslim. Muslim va Ahmad to'plagan. Olimlar bu ishni kufr deyish kafirlar qiliqi yoki halol sanasa yoki kufr ne'matdir degan. 37. bab. Tasmiyatul abdu al-abaq kafiran. 190. hadis. Jarir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qaysi bir qul o'z xo'jayinlaridan qassa, toki ularga qaytib kelmaycha u kafir hisoblanadi. Ya'ni ne'mat kufrlik qilish. 191. hadis. Jarir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qul xo'jayindan qassa, uning namozi qabul bo'lmaydi. Qaysi bir qul o'z xo'jayinlaridan qassa, uningdan ahdi, kepillik bekor bo'ladi. Qaysi bir qul o'z xo'jayinlaridan qassa, toki ularga qaytib kelguncha u kafir hisoblanadi. Ya'ni ne'mat kufrlik qilgan bo'ladi. Muslim.
192 hadis. Cerir radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Qul xo'jayindan qassa uning namozi qabul bo'lmaydi. Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism 38-ci bab. Yağmurimiz palani yoltuzun səbəbindən yağdı degan kişinin kafir bulduğanlığı. 193-cü hadis. Zeyd ibn Xalid radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge Hudeybiye'de keçisi yağmur yaqqan yağmurun arkasında bomdaq namazını oqib berib, namazdan faraq bolğanda kişilerge aldını qilib mundaq dedi. Sizler bugün kecha Rabbinglarni nima deganligini bilamsizlar? Ular Allah ve Allah'ın elçisi bilidu deyishdi. Resulullah Allah Taala mundaq dedi. Bugün mening bandalarimdan men iman keltirgan mümin ve kafirdan ibaret ikki turli kishi taat qildi. Ammo bir kishi yağmurimiz Allah'ın fazl rahmeti bilan yağdı desa, ana shu kishi men iman keltirgan mümin bo'lib, yulduzlarni inkor qilgan kishi bo'ladi. Ammo bir kishi yağmurimiz palani mundaq yolsuzluğun səbəbindən yağdı desa, u kishi men kafir bo'lib, yulduzlarga ishongan, yulduzlarga mümin bo'lgan bo'ladi. Bu mushrikdir. Ahmad, Bayhaqi, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah, Buxoriy, Muslim to'plagan. 194-ci hadis. Abu Hurayra Zeyd ibn Xalid radıyallahu anhu'lardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Rabbinglarning nima deganligiga qaramamsizlar? U mundaq deydi: Men bandalarimga birer ne'mat bermasamlar, ularning bir qismi bir bo'ligi bu ne'mat falani yulduzlar, falani piyontlarning sababidan bo'ldi deyish bilan kafirga aylanib ketadi. Muslim, Ahmad, Nasai to'plagan. 195-ci hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah Taala osmondan berkat yağmur tushirsa, kishilarning bir qismi shuning sababidan kafirga aylanib ketadi. Yağmurni Allah tushirsa, ular palani, pokoni o'ti sababidan tushdi deydi. U amaliyotda Allohning rahmati, barakati edi. Muslim to'plagan. Sahih. 196-ci hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında kişilerge yağmur yaqqanda Resulullah mundaq degan: Bu yağmur sebepli kişilerden Rabbiga şükür qilguvchi ve nimetga kafir bo'lguvchilar taat qiladi. Şükür qilguvchilar bu yağmur Allah'ın rahmeti desa, yana ba'zilar bu yağmurni palani yulduz yağdırdı. Bunun yig'ishi aşı yulduzning palani joyga berishi bilan uyg'un chiqdi deydi. Ondan yulduzlarning o'rinlari bilan qasamki, sizlar rizqinglarni, nisivanglarni shukr qilishning o'rnida Qur'onni inkor qilish qilib oldinglar degan oyat nozil qilindi. 39-ci bab. 197-ci hadis. Anas radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Munafiqning alameti ansarlarni o'chkirish, müminlikning alameti ansarlarni yaxshi ko'rish. Nasai, Ahmad, Bayhaqi to'plagan. 198-ci hadis. Anas radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Ansarlarni yaxshi ko'rish imonning alameti. Ansarlarni o'chkirib dushman tutish munofiqning alamatidir. Buxoriy, Muslim. 199-ci hadis. Berra'i radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Ansarlarni faqat müminlar yaxshi ko'rdi. Ularni faqat munofiqlar dushman tutdi. Ansarlarni yaxshi ko'rgan kishini Alloh yaxshi ko'rdi. Ularni o'chkirgan kishini Allohni o'chkirib dushman tutdi. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Nasai to'plagan. 200-201-ci hadis. İbn Abbas, Abu Hurayra, Abu Said, Cerir radıyallahu anhumdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allahqa qiyomat kuniga iman keltirgan kishi ansarlarga g'azab qilmaydi. Ularning g'azabini keltirmaydi. Ularni dushman tutmaydi. 202-ci hadis. Zar rahimahullah mundaq deydi: Ali radıyallahu anhu mundaq degan: Danlarını yerib bıxıltıdığan, canlarını yaratgan zat Allah bilen qasamki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağa mundaq ahdiqan. Meni faqat mümin kishi yaxshi ko'rib, munofiq kishi o'chkirdi. Muslim. Ali radıyallahu anhuga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Haqiqatan seni faqat mümin kishilar yaxshi ko'rib do'st tutdi. Seni faqat munofiqlar o'chkirib san g'azab qiladi. Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan. Sahih. 40-cı bab. Günah ma'siyatning sababidan yoki taat ibadatining kamligidan imanning kamishi. Allohga kafir bo'lmasimi, ne'matga kufrlik qilgan kishiga kafir lafzini qo'llanish to'g'risida. 203-204 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu, İbn Ömer, Abu Hurayra, Abu Said radıyallahu anhulardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Qurban Hayit yoki ro'za hayit namozida namozgohga chiqib, ayollar ustidan o'tib qilib, ularga mundoq degan: "Ey ayollar jamoati, sadaqa ihson qilinglar, gunohinglarga mag'firat so'rab, ko'p istig'for aytinglar. Haqiqatan men sizlar ayollarning dozoq ahlining ko'pchilik ekanligini ko'rdim" dedi. Ulardan aqlliroq bir ayol: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nima sababdan shundoq bo'ladi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Chunki sizlar ko'p la'nat qilasizlar, erlarning yaxshiligiga kufrlik qilasizlar. Men sizlardanmi aqli, dini kamroq, chechan, aqlli erlarga fitnasi bilan g'olib keladigan kishini ko'rib boqmadim" dedi. U: "Ey Allohning elchisi, aqlimizning va dinimizning kamligi nima sababdan?" dedi. Rasululloh: "Ikki ayolning guvohligi bir erning guvohligiga teng. Bu aqlinglarning kamligi. Hayit ko'rgan kunlarda namoz o'qimaydi, Ramazonni tutmaydi, keyin qazosini qildi. Bu dinning kamligi" dedi. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Termiziy, Bayhaqi, Ibn Majah to'plagan sahih. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism 41-bob. Namozni tark etgan kishiga kafir degan ismni mutlaq qo'llanish to'g'risida. 205-hadis va 206-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Odam bolasi sajda oyatini o'qib, sajda qilsa, shayton uningdan yig'ilgan holatda ayrilib mundoq deb ketadi: Esib, voyjon, voyay, ah, manga voy. Odam bolasi sajdaga buyurilib sajda qildida, uningga jannat berildi. Men sajdaga buyurilib sajda qilmay asi bo'ldimda, menga dozoq berildi." Ahmad, Muslim, Ibn Majah to'plagan sahih. 207-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kishi bilan mushrik, kafir bo'lishning oralig'idagi farq namozni tark etib o'qimaslikdir." Muslim, Abu Davud, Termiziy, Ibn Majah. 208-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kishi bilan mushrik, kafir bo'lishning oralig'idagi farq namozni tark etish, namoz o'qimaslik. Ya'ni namoz o'qimasa shaksiz kafir, mushrik bo'ladi. Bu sahobalar, tabiinlar ijmosida bor. Ijmoni inkor qilsa, texmi kafir bo'ladi. Namozga inkor qilsa, tansa kafir bo'ladi. Tark etib o'qimasmi o'ldiriladi." Muslim, Abu Davud, Termiziy, Ibn Majah. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kufrlik bilan iymonning oralig'idagi farq namozni tark etish. Namoz bo'lmasa kafir, namoz bo'lsa mu'min bo'ladi." Termiziy to'plagan sahih. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tark etib o'qimasa kafir bo'ldi dedi. Kafir bo'ladi. Bu sahih. Sen olimmi? Allohning elchisimi? Sen olimmi? Sahobalar, tabiinlarmi? Hadisni sen bek tushunamsan, ularmi? Albatta Allohning degani hisob bo'ladi. Dalilini sahobalarda tushungan. Bu to'g'risida maxsus kitoblar bor, ko'rgin. Namozni o'rinli qilib tark etsa o'ldiriladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men ular namoz o'qigan qadar urush qilaman degan. Ular namoz o'qisa, qinini, jinini saqlab qoladi. Ya'ni o'qimasa saqlab qololmaydi degan. Namoz o'qigan kishini o'ldirishdan cheklandim. Ya'ni namoz o'qimasa o'ldirman degan. Bu to'g'risida sura Tavba bordir. 42-bob. Allohga iymon keltirib ishonish amallarning eng afzalidir. 209-hadis. Maiz Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan amalning qaysi eng afzal deb so'ralganda mundoq degan: "Amallarning eng afzaliraki tanho bir Allohga va Allohning elchisiga iymon keltirish, ya'ni ishonish, tili bilan iqror qilib, dili bilan tasdiqlab, amaliyotda ko'rsatishdir. Ondan Alloh yo'lida jihad qilish, ondan keyingi bo'lsa maqbul bo'lgan haj, ondan keyingi boshqa amallar xuddi mashriq bilan mag'rib oraliqidek shundoq cho'ng afzal fazilat qilinadi, ziyoda ortiq beriladi" dedi. Buxoriy, Muslim, Tabrani. 210-211-hadis. Abu Zar, Abu Umama radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan amallarning qaysi eng afzal deb so'rasam, bundoq dedi: "Amallarning eng afzaliki yagona bir Allohga iymon keltirish, ya'ni ishonish, tili bilan iqror qilib, dili bilan tasdiqlab, amaliyotda ko'rsatishdir. Ondan Alloh yo'lida jihad qilishdir" dedi. Men qanday qulni ozod qilish eng afzal desam, ozod qiladigan qulning afzalligi puli bahosi qimmat yuqori bo'lgani, shundaqla ahlining nazarida hurmatlik, atorlik qimmatli bo'lgandir dedi. Men agar uni qila olmasamchi desam, Rasululloh biror ish qiluvchi soni kasblarga yoki kasbi yo'q ahmoq nodon kishiga yordam bergin dedi. Men agar uni qila olmasamchi desam, Rasululloh kishilardan yomonlikni yig'ib to'sqin, kishilarga yomonlik qilma, chunki shuning o'zida sen tarafdan o'zingga qilingan sadaqa dedi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Ibn Majah, Tabrani to'plagan sahih. Hozir turmadagi mu'minni qutqizing.
212, 213, 214, 215 hadisler. İbn Mesud radıyallahu anhu mundaq deydi. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den amellerinin qaysi Allah'a en söyümlük, yana birde en afzal, yana birde cennetke en yakınlaştırdı deb sorasam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Amellerinin Allah'a en dostroq, söyümlükroqi öz vaqtidagi namoz dedi. Ondan qaysi desam, ata-ona yaxshilik qilish dedi. Ondan Allah yo'lidagi jihoddir dedi. Bana shularni so'zlab berdi. Agar yanımı ziyod so'rsam yana deb beradi. Lekin men Rasululloh kuyunib, adabga rioya qilib, shuningda to'xtatdim. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasa'iy to'plagan. 216 hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerinin en azizlaki öz vaqtida o'qilgan namoz ve ata-ona qilgan yaxshilikdir dedi. 43. bab. Allah'a şerik keltirish günahlarının en qabihraki ve en son günahdır. 217. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu mundaq deydi. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ey Allah'ın elçisi, Allah'ın nazarida qaysi günah en sondur deb so'rasam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şerik keltirishing en son günahdır ve halanki Allah seni yaratgandır dedi. Men şerik keltirish zat son günahdır. Ondan qalsa qaysi cho'ng desam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem balangning sen bilan birga tamoq yeyishdan qo'rqib uni o'ltirishingdir dedi. Men ondan qaysi desam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qo'shningning ayoli bilan zina qilishingdir dedi. 218. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu mundaq deydi. Bir kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ey Allah'ın elçisi, Allah'ın nazarida qaysi günah en sondur deb so'radi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şerik keltirishing en son günahdır ve halanki Allah seni yaratgandır dedi. O kishi ondan qalsa qaysi cho'ng dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem balangning sen bilan birga tamoq yeyishidan qo'rqib uni o'ltirib o'tishingdir dedi. O kishi ondan qaysi deganda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qo'shnining ayoli bilan zina qilishingdir dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sözünü tasdiqlab, Allah Teala bunu ayet nazil qildi. Ular Allah'a ikinci bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah haram qilgan nohaq odam o'ldirishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Sura Furqon 68. oyat. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 44. bab Gunohi kabirlar to'g'risida. 219. hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Men sizlarga gunohi kabirlarning eng cho'ngini xabar bermayman. U bo'lsa Allohga sherik keltirish, ota-onalarga vaqirab bo'yin qiqish, yolg'on guvohlik berishdir. Rasululloh yulinib o'ltiruqliq edi. Anda Ravrus o'ltirib turib bu so'zni takrorlaverdi. Biz koshki jim turamiki, yeli jim turamiki deb qoldik. Allah bizni bu ishlardan saqlasin. Amin. Ahmad, Bayhaqi, Tirmiziy to'plagan sahih. 220-221 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng cho'ng gunohlarni tilga olib mundaq degan. Gunohi kabirlarning eng cho'ngi Allohga sherik keltirish, odam o'ldirish, ota-onaga vaqirab gardan qiqish, yolg'on guvohlik berish qatorliqlardir. Allah saqlasin. Buxoriy va Muslim. 222. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. 7 aloq qilg'uchidan yiroq bo'linglar. Ular qaysilar deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchisi Allohga sherik keltirishdan yiroq bo'linglar. Ikkinchisi sergarlik, uchinchisi Allah harom qilgan jonni o'ldirish, qotillik, haqliq bo'lmaydi. To'rtinchisi jazona o'zim yeyish, beshinchisi yetimning malini yeyish, oltinchisi jan kuni kofirdan qochish, yettinchisi hech ishidan xabari yo'q mo'min iffatlik eri bor ayolga bo'ston japlash dedi. Nasa'iy, Abu Dawud, Bayhaqiylar to'plagan sahih. 223-224 hadis. İbn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Kishining ota-onasini tillab ayiblashi gunohi kabirdir. Ular ey Allohning elchisi, kishi ota-onasidan tillamdi dedi. Rasululloh u bo'lsa mundaq yuz berdi. Kishi yana bir kishining dadasini ya onasini tillab ayiblaydi. Ondan u kishi buning dadasini, onasini tillab ayiblaydi. Oxirida o'zining dadasini, onasini tillab ayiblagan bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi, Tirmiziy to'plagan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism 45-ci bab. Təkəbbürlükның haramlığı toğrusida. 225-ci hədis. İbn Məsud radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: Qalbida zarra miqdorichilik kibr bar kishi jannatga kirolmaydi. Bir kishi haqiqatan kishining kiyim-kechaklari, oyoqlari go'zal, yaxshi bo'lishini yaxshi ko'rishdi dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem u kibr qilganlik emas. Haqiqatan Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr qilish degan haqni inkor qilib, haqiqatga bosh egmay, qoyil bo'lmaslik, kishilarni haqoratlab, o'zini ustun cho'ng tutishdir degan. Diskidagi Muslim 131-ci hadis, Tirmizi 1322-ci hadis, Ahmad 3600-ci hadis. Sahih. 226-cı hadis. İbn Məsud radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Qalbida qichining bir tal dini chog'liq iymoni bor kishi do'zaxga kirmaydi. Qalbida qichining bir tal dini miqdorchilik kibr bor kishi jannatga kirmaydi. Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan. Sahih. Qalbida zarrachilik iymoni bor, yaxshilik bor kishi do'zaxdan chiqib jannatga kirgan izlar ko'p o'tdi. Kibr bo'lsa, haqni inkor qilib, kishilarni haqoratlab, o'zini cho'ng tutishdir. Shaytonmu kibr sababli kafir bo'ldi. 227-ci hadis. İbn Məsud radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Qalbida zarra miqdorchilik kibr bor kishi jannatga kirilmaydi. 46-cı bab. Men mata la yushrik billahi shay'an dakhalal janna ve in mata mushrikan dakhalan nar. 228-ci hadis. Cabir Vaki radiyallahu anhumdan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kim Allah'a birer narsani şerik keltirib ölsə, o dozaxga kiradi. Men deymenki, kim Allah'a hech narsani şerik keltirmay, musulmon holatda ölsə, o jannatga kiradi. Ahmad Muslim rivoyat qilgan. 229-ci hadis. Cabir radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Vacib qiladigan ikki narsa bor. Bir kishi u ikki vacib qilg'uchi nima deb so'radi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a birer narsani şerik keltirib ölsə, o dozaxga kiradi. Kim Allah'a hech narsani şerik keltirmay musulmon holatda ölsə, o jannatga kiradi dedi. Ahmad Muslim to'plagan. Sahih. Mana bu mizan, haq batilning o'lchimidir. İman ve kufr yaxshi ve yomondir. 230-ci, 231-ci hadis. Cabir radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kim Allah'a hech narsani şerik keltirmay musulmon holatda o'lib uchrasa, o jannatga kiradi. Kim Allah'a birer narsani şerik keltirib ölsə, o dozaxga kiradi. Ahmad Muslim. Anas radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kim Allah'a hech narsani şerik keltirmay uchrasa, o jannatga kiradi. Chunki u mo'min. Ahmad Buxoriy to'plagan. Sahih. 232-ci hadis. Abu Zar radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Bana Cibril aleyhisselam kelib mundaq bisharat berdi. Haqiqatan ümmetingdan kim Allah'a hech nima şerik keltirmay ölsə, o jannatga kiradi. Ben onunğa gerçi zina qilib o'g'irlik qilsam shundaqmi dedim. O gerçi zina qilib o'g'irlik qilsam shundaq dedi. Bayhaqiyadami bor. Abu Zar radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Cibril bana mundaq dedi: Senin ümmetingdan kim Allah'a birer narsani şerik keltirmay ölsə, ya'ni mo'min holda ölsə, o jannatga kiradi. Men agar o zina qilsami, o'g'irlik qilsami, jannatga kiramdi dedim. O ha, agar o zina qilsami, o'g'irlik qilsami, Allohga sherik keltirmay ölsə, jannatga kiradi dedi. Buxoriy to'plagan. Sahih. Kishi Allohga sherik keltirmay, musulmon, mo'min holda la ilaha illalloh deb ölsə, jannatga kiradi. Shafaat bilan yoki gunohi tugab jannatga kiradi. 233-ci hadis. Abu Zar radiyallahu anhu mundaq deydi: Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına kelsem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uxlayotgan ekan, ustida oq kiyim bor ekan. Ondan men keyinroq kelsem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyqusidan uyg'onib mundaq degan: Har qanday bir banda chin qalbidan la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haq iloh yo'q deb shu iymon, islom shuari ustida o'lsa, u jannatga kiradi. Men gerçi o zina qilib solgan, o'g'irlik qilgan bo'lsam shundaqmi dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçi o zina qilgan, o'g'irlik qilib solgan bo'lsam shundaq jannatga kiradi dedi. Bu so'zni 3 qitim deyishib, ondan keyin gerçi Abu Zarning burni qum tiqilsimi, gerçi Abu Zar xolimsimi degan edi. Abu Zar radiyallahu anhu bu hadisni so'zlaganda, gerçi Abu Zarning burni qum tiqilsimi, gerçi Abu Zar xolimsimi deydi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Müslim 1. kısım 47. bab. Kafir dinsiz kişi la ilahe illallah degenden keyin uni o'ltirishning haromligi to'g'risida. 234, 35, 36 hadislar. Miqdad radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ey Allohning elchisi, qani deb baqsizlar, agar men kafirlardan bir kishiga uchrab, biz ikkimiz urushib, u qilich bilan bir qo'limni uzib tashlasa, ondan men uni o'ldirmoqchi bo'lganda, u mendan daraxtning dalasiga o'tib panoh tilab, men Alloh roziligida musulmon bo'ldim. La ilaha illalloh, Allohdan boshqa haq iloh yo'q desa, men uni shu shahodat so'zini degandan keyin o'ldirsam bo'lamdi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q, uni hargiz o'ldirmagan dedi. Men ey Allohning elchisi, u qilich bilan bir qo'limni uzib tashlagan tursa desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana yo'q, uni hargiz o'ldirmagan. Agar sen uni o'ldirsang, u sening uni o'ldirishingdan burungi o'rniga o'tib bo'ladi. Sen uning u degan shu so'zdan burungi o'rniga o'tib bo'lasan dedi. Ya'ni sen dazaq kirib, u jannatga kiradi dedi. Buxoriy Muslim. 237 hadis. Usama radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni Juhaynat qabilasidan bir qism kishilarga avatdi. Biz ularga avatganda hujum qildik. Men ulardan bir kishining qishiga kelib, uningga nayza urishga boshladim. U la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q desimi, men uningga nayza sanjib uni o'ldirib etdim. Ondan keyin qalbimga bir narsa tushib, yana shuningda ansirab kelib, bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar qilsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga sen uni la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haq iloh yo'q deb shahodat aytsimi, yana o'ltirdingmi dedi. Men ey Allohning elchisi, u quroldan qo'rqib panoh tilab shundoq dedi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undoq bo'lsa nima uchun uning qalbini yetib tekshirib boqmading? Shundoq bo'lsa uning u shahodat kelimasidan qo'rqdi dedimi yoki rost dedimi, biletding emasmi deb qaydi. Rasululloh bu so'zni menga takrorlardi. Toki men shu kuni shu ishdan burun musulmon bo'lmay, balki shu ishdan keyin musulmon bo'lishni orzu qilib ketdim. Chunki islom uningdan burun gunohlarni yuydi. Sad Allah bilan qasamki, men musulmon bo'lgan kishini o'ldirmaydim. Usama jihad qizg'inligi bilan aldirib o'ldirib o'tadi dedi. Ondan bir kishi Alloh taolo fitna fasod bo'lmagan qadar ular bilan urush qilib ularni o'ldiringlar demaganmi dedi. Said radhiyallohu anhu biz fitna fasod bo'lmagan qadar din Alloh xolis bo'lgan qadar urush qildik. Sizlar endi fitna fasod bo'lgan qadar din Allohning g'ayriga xos bo'lgan qadar urush qilmoqchi bo'lyapsizlar dedi. Buxoriy Muslim. 238 hadis. Usama radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni Juhaynat qabilasidan bir qism kishilarga avatdi. Biz ularga atdigan hujum qilib, ularni yengdik. Men ansarlardan bir kishi bilan birga ulardan bir kishini qo'llab berib, uni qo'rshib olganda u la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q dedi. Ansari uningdan qo'lini tortdi. Men uningga naystanjib uni o'ldirib etdim. Ondan keyin biz qaytib kelganda bu ish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga: "Ey Usama, sen uni la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q deb shahodat aytsimi, yana o'ldirdingmi?" dedi. Men ey Allohning elchisi, u quroldan qo'rqib panoh tilab shundoq dedi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga: "Undoq bo'lsa, nima uchun uning qalbini yerib, tekshirib boqmading? Shundoq bo'lsang, uning o shahodat kalimasini sen qo'rqib dedimi yoki rost dedimi, bilatdan emasmi?" deb, yana ey Usama, sen uni la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q deb shahodat aytsimi, yana o'ldirdingmi deb bu so'zni menga takrorlayverdi. Toki men shu kundan burun musulmon bo'lmay, balki shu ishdan keyin musulmon bo'lishim deb arzu qilib ketdim. 239 hadis. Jundub radhiyallohu anhu Ibn Zubayr o'ldirilgan fitnaning zamonida asga qarindoshlaringni yiqqan, men sizlarga hadis so'zlab beray dedi. Ondan u qarindoshlariga kishi avatdi. Ular yig'ilib bo'lganda Jundub beshiga seriq bo'ka bosh kiyim kiygan holda kelib, "Qani sizlar hadis so'zlanglar" dedi. So'zlash navbati uning kelganda u beshidan bo'ksini echitib, "Men sizlarga payg'ambaringlardan biror narsani mundoq deb xabar qilib bermoqchi emas, balki va'd-nasihat qilmoqchi yoki laziyat bo'lib xabar qilib bermoqchi. Rasululloh mushriklarga musulmonlardan askar avatdi. Ular bir-biriga uchrashdi. Mushriklardan biror kishi biror musulmon kishini maqsad qilsa, uni qasdlab o'ldirib o'tadi. Musulmon kishi bo'lsa, dinsizning g'aflatni bexabar qilishini maqsad qiladi. Biz bu voqealikning egisining Usama ekanligini so'zlashdik. Usama radhiyallohu anhu bir kafirga qilich ko'tirsa, u la ilaha illalloh dedi. Usama radhiyallohu anhu la ilaha illalloh degan o'kishni o'ldirib o'tdi. Ondan keyin xabarchi kelganda Rasululloh uningdan urush ahvolini so'radi. U ahvolni xabar qilib, el kishining ishini xabar qildi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usamani chaqirib, "Uni nima uchun o'ldirding?" dedi.
O Allah'ın elçisi. O kişi Müslümanlarını köp jarohatlantirdi. Palanı öldürdü deb bir necha kishini sanab berdi. Ve ben onun kılıçını götürsem, o kılıçını görüp La ilahe illallah deyivaldi dedi. Resulullah sen onu şundaq deysimi, yani öldürüverdingmi dedi. O degende Resulullah Osama bu La ilahe illallah degan kelime kıyamet günü kelgan çağda sen bu kelime bilan qandaq qilarsan, zar qandaq qilarsan dedi. Osama Allah'ın elçisi. Men üçün Allah'tan mağfiret sorusular dedi. Resulullah başka bir sözün ziyaret kılmasını yana Osama bu La ilahe illallah degan kelime kıyamet günü kelgan çağda sen bu kelime bilan qandaq qilarsan, zar qandaq qilarsan deb bu bir so'zni net chiqib tekrar dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 48. bab. Kavlun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men hamala aleyna silah feleyse minna. Ebu 240. hadis. Ebu Hureyre İbn Ömer radıyallahu anhumdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kim bizga qarshi qural ko'tarsa, u bizdan emas. Kim bizni aldab bizga saxtapazlik qilsa, u bizning jumlamizdan emas. Buxoriy, Muslim, Ibn Majah to'plagan sahih. 241. hadis. Salamet ibn Akva radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kim bizga qarshi qilishini g'alabidan sug'arsa, u bizdan emas. Ya'ni u musulmon emas. Ahmad, Muslim. 242. hadis. Abu Musa radıyallahu anhumdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kim bizga qarshi qural ko'tarsa, u bizning jumlamizdan emas. 49. bab. Qavlun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men g'ashshana falaysa minna. Ebu Hureyre 243. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kim bizga qarshi qural ko'tarsa, u bizdan emas. Kim bizni aldab bizga saxtapazlik qilsa, u bizning jumlamizdan emas. Buxoriy, Muslim, Ibn Majah to'plagan sahih. 244. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazarda bir döve açlıqning yenidan o'tib, qo'lini onun silib baqsa, barmoqlariga o'llik tegadi. Bu kişinin öyle açlıqning ostiga quruqlarini üstü qilib soqqanini ko'rib, taam, açlık egisi bu nim qilganing dedi. O kişi Allah'ın elçisi, yağmur yağıp yağmur o'tib ketibdi dedi. Resulullah undaq bo'lsa, nima uchun u o'zlarini kishilarning ko'rishi uchun, oftobda qurish uchun taomning usti qilib qo'ymading? Kim kishilarni aldisa, saxtapazlik qilsa, namdeb narsa satsa, u mening jumlamdan emas dedi. Ya'ni bu qilmishi harom bo'ladi dedi. Muslim to'plagan sahih.